Rodrigo London klubiga o'tishi mumkin. Arsenal Realning braziliyalik vengeri Rodrigoning xizmatlariga qiziqish bildirmoqda. Braziliyalik futbolchi Madrid klubini tark etish haqida o'ylanmoqda. Gap shundaki, u Kylian Mbappe va Viniciusga bo'lgan katta e'tibor orqasida xafa bo'lib qolmoqda xolos. Rodrigo esa bu futbolchilar orqasida qolgandan juda ham qattiq xafadir. Qayd etilishicha, Wenger yozda London klubiga o'tishi hech gap emas. Rodrigo Real safida jami 267 ta o'yin o'tkazdi. Bulardan 68 ta gol urdi va 50 ta assistentlik qildi. Rodrigoning hozirgi bahosi esa 100 million yevroga baholandi. Napoli Arsenal futbolchilariga qiziqmoqda. Arsenal himoyachisi Jakub Kivier faoliyatini Italiyada davom ettirishi mumkin. 25 yoshli polshalik futbolchi Napoli da'vogarlik qilmoqda. Shu bilan birga neopolliklar va londonliklar futbolchining narxi 35 million yevroga tushib ketishini aslo istamaydi. Kivier joriy mavsumda 28 ta o'yinda maydonga tushgan va ulardan faqatgina 2 ta gol urgan xolos. Transferlik bahosi esa 22 million yevroga baholandi. Real sotib yuborilgan futbolchilarni qayta xarid qilishi mumkin. Real Nico Pasni qaytarib olishi mumkin. Real Madrid tarbiyalanuvchilari o'tgan yilning yozida 6 million yevro evaziga Komoga o'tgan edi. Bundan tashqari A Seriya joriy mavsumda 20 yoshli yarim himoyachi 33 o'yindan 6 ta gol urdi va 8 ta golni uzatmasiga muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Endi esa Real Madrid ushbu o'yinchini 8 million yevro evaziga qayta sotib olishi mumkin. Biroq qanot himoyachilari va markaziy himoyachilar bilan shartnoma imzolash bo'yicha ustuvor masala hal qilmaguncha klub shoshilmaydi. Qayd etilishicha, Real Madrid pasning o'sishidan hayratlanmoqda. Klub uni nafaqat o'nlik rolida, balki markaziy yarim himoyachi sifatida ham ko'radi. Hamyurtimiz Abduqodir Husanov esa Kalinining videosiga tushib qoldi. Rodri, Owen!